Bilarmidingiz? Siz hozir internetda yozishma qilayotganingizda yoki video ko'rayotganingizda ma'lumotlaringiz okean tubi orqali sayohat qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'rayotganingiz suv osti kabeli. Uni maxsus kemaga juda ehtiyotkorlik bilan o'rab joylashayapti. Chunki kema ochiq dengizga chiqib, kabelni okean tubiga yotqizadi. Bu kabellar ba'zida bir necha santimetr, ba'zida esa bir necha metr qalinlikda bo'ladi. Nega ular shunchalik muhim? Chunki aynan shu kabel orqali davlatlar va qit'alar o'rtasida internet, qo'ng'iroqlar, xabarlar va barcha raqamli ma'lumotlar uzatiladi. Ya'ni global aloqalarning asosiy tomirlari shu kabellar hisoblanadi. Kema dengiz o'rtasiga yetgach, kabellar asta-sekin suvga tashlanadi. Maxsus mutaxassislar har bir metrini nazorat qilishadi. Chuqurlik, bosim va dengiz sharoitining tez o'zgarishi bu ish zamonaviy muhandislikdagi eng murakkab jarayonlardan biriga aylantiriladi. Minglab kilometrga cho'zilgan va okean tubida yashiringan shu kabellar tufayli bir dona xabar yoki video qo'ng'iroq soniyalar ichida boshqa qit'alarga yetib boradi. Endi savol, sizningcha internet trafikingiz qancha qismi sun'iy yo'ldoshlar orqali emas, aynan suv osti kabellar orqali o'tadi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.